Bugun biz sizlar bilan kreditlar, umuman olganda yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar haqida suhbatlashamiz. Bankka borib turib kredit olaman desa ham yoshlarga nisbatan alohida imtiyozli shartlarda kreditlar berilyapti-da. Ta'lim kreditlarimiz yoshlarimizga albatta qayta stavkasida beriladi. Umuman kredit olish tartibi qanchaga soddalashdi? Qayerdan to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi mana shu ta'lim kreditlari bo'yicha? Tijorat bankining veb-sayti bor. Shu veb-saytiga kirib turib, bu yerda hamma ma'lumot keltiriladi. Foizlari kichkina, o'zinglar kichkina qilib qo'yasizlarmi? Imtiyozli kredit olish yoshiga yetganda o'shandan unumli foydalanadi. Qanaqadir hujjatlar yig'ib olib kelib berish kerak emasmi? O'zi xohlagan sohada kredit olishlarini va tadbirkorlik qilishlarini biladi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Kuzatayotganingiz Mikrofon yoshlarda podkasti. Bugun biz sizlar bilan kreditlar, umuman olganda yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bizda ekspertlar bor. Bobur Normetov, Mikrokredit bank, Aksiyadorlik tijorat banki bo'lim boshlig'i. Zilola Ishmurodova, Uz sanoat qurilish banki yuridik departamenti menejeri. Podkastimizda xush ko'rdik, hurmatli spikerlar. Nima uchun bu mavzuni tanladik? Kredit olish yoshlarga sharoitlar yaratish maqsadida. Xabaringiz bo'lsa, 14-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar va o'sha uchrashuvda muloqotlar bo'ldi va yoshlarga oid 3 ta muhim qarorni imzoladilar va shunda banklarga topshiriq berdilar. Yoshlarga ko'makdosh bo'lasan, yoshlarni sharoitini yaxshilab berasan degan bir topshiriqlar berildi. O'zi umuman olganda bugungi kunda yoshlarimiz uchun banklarda qanday imkoniyatlar, ya'ni preferensiyalar, imtiyozlar mavjud? Hozirgi kunda ana yoshlarga to'xtaladigan bo'lsak, yoshlarimiz uchun imkoniyat juda ham katta. U oliygohda o'qishdan boshlaydigan bo'lsak, uni ertaga ishga joylashishi, imtiyozlardan foydalanish. Mana davlatimiz tomonidan yoshlarga nisbatan imtiyozlar shu darajada katta-da hozir O'zbekistonda. Bankka borib turib kredit olaman desa ham yoshlarga nisbatan alohida shartlarda, ya'ni imtiyozli shartlarda kreditlar berilyapti-da. Bu ham bir yoshlarga berilayotgan imkoniyat. Oddiy misol aytadigan bo'lsak, tijorat bankiga boradigan bo'lsa, yoshlar kompyuterda ham misol uchun hech qanday ish haqisi bo'lmasa ham kreditga olishi mumkin. Imtiyozli nimada? Bu qayta amallashtirish stavkasi 1,5 barobar miqdorida. Hozirgi kunda taxminan 20% dan sal oshiqroq bo'ladi. Qanday kredit turlari deyiladi? Misol uchun 1 million dasturchi degan dastur ishlab chiqilgan. 1 million dasturchi asosida kredit qilish. Mana hozir dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, IT sohasi juda rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellekt deymiz. Texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Ular hammasiga mana shu kompyuter kerak. Bu kompyuterni yoshlarga o'rgatish uchun bizga imtiyoz berilyapti. Mayli kreditga bo'lsa ham olsin. Eng muhim jihati o'sha olayotgan mijoz o'sha nimaga olayotgan kompyuterga foiz to'lamaydi. Buni yoshlar agentligi to'lab beradi o'sha foizini. Bu ham yoshlarga berilayotgan imtiyozni bitta turi. Ya'ni kompyuter aytaylik 7 million so'mga kompyuter oladigan bo'lsa, 2 yil davomida o'sha 7 million so'm to'lab beradi, bo'ldi. Bobur aka, qarang, keyin men ko'p kuzatib qolaman. Misol uchun biz o'qigan paytlarda ta'lim krediti bo'lmaganda, hozir yoshlarga agar ta'lim jarayonlarini misol uchun kontrakt xavotir bo'lardi-da. Misol uchun men ko'pchilik ota-onalar agar farzandi o'qishga kontrakt asosida kiradigan bo'lsa, mana tan olaylik, bolam mana shu kontraktni to'lab bera olmayman deb mablag' topa olishmaganda, bugungi kunda davlat rahbari ham mana shu yechimini qilib berib, ta'lim kreditlari bugun qo'rqishmayapti. Agar o'qishga kiradigan bo'lsa, haqiqatan ham mana shu ta'lim kreditini olib bevosita o'qishni davom ettirish mumkin. Mana shu ta'lim kreditlari haqida ham ma'lumot berib ketishingizni iltimos qilaman. Marhamat. Javob bersam, ham shu kreditdan foydalangan ona sifatida ham javob bermoqchiman. Ta'lim kreditlari yoshlarimiz chunki meni o'zimda ham bo'lganda o'qishga kirganimda bolam qanaqa to'laymiz deganda keyin to'lab olamiz deyishganda. Hattoki o'qimay ketgan talabalar qancha. Albatta tashlab ketganlar. Kirib turib o'shandan o'sha qancha orzu qilgan orzusidan voz kechib ketgan talabalar qancha bo'lgan. Hozir aytib o'tganingizdek, prezidentimiz hamma yoshlarga, ular ichida alohida ayollarga, qizlarga katta juda imtiyozli ustunliklar berib turibdi. Ta'lim kreditlarimiz yoshlarimizga albatta qayta stavkasida beriladi. Bundan tashqari o'sha xotin-qizlarga ajratiladigan ta'lim kreditlari o'sha talaba qachonki foizsiz beriladi. Xotin-qizlarimizga foizsiz beriladi. Talaba o'qishni tugatgandan keyin to'lov summasi boshlanadi. Mana to'lov grafiki keyin boshlanadi. Demak, u 5 yil o'qib bo'ladi va shundan so'ng boshlanadi. Hisobda 10 yilga beriladi o'zi. 10 yilga foizsiz.
foizsiz 10 yilga beriladi. Talaba shu boshqatdan o'qib yuborsam ekan agar biz ham ikkinchi mutaxassislik o'qisak bo'ladimi? bo'ladi. ikkinchi mutaxassislikka ham beriladi ta'lim krediti. Hozirgi kunda ta'lim kreditiga o'zgartirish kiritilgan. Xafa qiladigan yangiligi mayli kelgan. Yaqinda kiritildi o'zgarish. Sirtqi o'quv ta'limiga. O'zi ular ishlab turib o'qishadi-da, shuning uchun mana o'qishadi. Ikkinchi mutaxassislikka ham nimamiz yo'q. Hozir ta'lim krediti Endi berilmaydi. o'qimoqchi edim. Lekin boya gapingizga qo'shimcha qilib, oldingi biz o'zimiz o'qigan davr bilan hozirgi davr solishtiradigan bo'lsak, biz o'qigan davrimizda ham ta'lim krediti bor edi. Ta'lim krediti bor edi. Lekin qandaydir olish bir muncha qiyin edi. Keling, bu yoqda shuni aytmoqchiman-da. Olish qiyin edi. Undan tashqari tijorat banklari tomonidan ma'lum muddatga ochiladi. Aytaylik, sentyabr oxirigacha bo'ldi. O'shangacha ulgurding. Kimdir xabar topadi, kimdir nima mahalladan qilmaydi. ham so'ralarmidi? Shunday. Hujjat endi Mamnuncha. ancha-muncha hujjat yig'ilardi, u ma'lum. Aytaylik, bola o'qishga kirdi, u kontraktini to'lasa, misol uchun nima chiqadi, institutdan buyruq chiqadi, o'qishga qabul qilganligi. Misol uchun u oldingi ta'limda qanaqa edi? Ta'lim kreditida o'sha o'qiyotganligi to'g'risida buyruq olib ketardi. Hali kontrakt to'lamagan, buyruq chiqmagan. Bir-biriga nomutanosib joylari bor edi, misol Demak, uchun. faqat talabani zarariga ishlaganda. O'zini o'zi inkor etadigan holatlar. O'zini o'zi inkor etadigan holatlar ham uchraydigan oldingi nimada. Hozirgi ta'lim kreditlari bo'yicha oladigan bo'lsak, umuman 180 gradusga boshqacha. Ya'ni opamiz aytib o'tdi. Muddat yetarlicha ayollarga beriladigan kreditimizni olib qoladigan bo'lsak, foiz to'lamaydi. Imtiyozli davr o'qish tugatgandan keyin 7 oygacha 5 yil o'qisangiz, 5 yil siz imtiyozli davrdasiz. Ya'ni hech qanday ayol talabalarimiz bir Demak, so'm men to'lamaydi. talaba bo'lib kirsam 5 yil kontraktni to'lashim kerak degan qayg'udan qutular ekanman-da. 5 yildan keyin boshlayotganman to'lov. Faqatgina foizini to'laysiz, bu ham 14%. 14%. Da, ayol kishilar kiradigan bo'lsa, ayol kishilar foizini to'lamaydi. Ayol kishilarga foiz yo'q. Da, u yana imtiyoz. Bu narsa bilasizmi nimaga? Magistratura ham grant. Shunday. Magistraturaga kirsangiz, xuddi shunday. Bu narsa bilasizmi nimaga olib kelyapti? Mana e'tibor qiladigan bo'lsangiz, o'qigan, o'zi ishlagan, oliy ta'limni, misol uchun mutaxassisligini olgan shaxs bilan o'qimagan, oddiy ko'chada yurgan shaxsning farqi bor. Uni fikrlash doirasida deylik, o'zini tutishida, qiladigan ishida, hamma narsada farq bo'ladi-da. Kimdir o'qigan odam ishini tushunib qilishi mumkin. O'qimagan odam tushunmasdan qilishi mumkin. Hamma qilyapti-ku, shu narsani deb qilishi mumkin-da. O'shaning uchun hukumatimiz, davlatimiz tomonidan shu narsa bizda joriy qilindiki, biz hammani iloji boricha oliy ma'lumotli qilamiz, o'qitamiz, ongini rivojlantiramiz degan siyosat ilgari surilyapti-da. O'shaning uchun nima qilish kerak? O'qisang bo'ldi deyaptilar menga. O'qisang bo'ldi. Ayollarga alohida imtiyoz berilishining sababi turmushga chiqadi. Turmushga chiqqandan keyin kontraktini, misol uchun, kelin so'rashga uyalishi mumkin, o'zbekchilik mentalitimizga to'g'ri kelmas. Hattoki mana ochiqroq ayting, suvchilikka borsa qiz kontrakt o'qirgan sababi bir-biriga qarab qo'yishgan holatlar ham bo'lgan. Biz o'qigan davrimizda mana agar qizlar institutga kiradigan bo'lsa, 3-4-kursgacha erga tegmasdi-da, odatiy holatda. Chunki kontrakt to'lovi bor. 1 yil qolganda suvchilar kelishdi boshlardi. 1 yil qolganda 4-kurs paytimizda, uje bitiruvchi kurs paytimizda uje ko'pchilik qizlar turmushga chiqib ketardi. Grantlar Shu darajada. Hozir mana shu muammo ham yechildi-da, chunki o'qishni tugatib, ertaga 7 oydan keyin ishga kirish nimasini ham olgan, 7 oydan keyin kontraktini ayollar bo'lib to'laydi, foizli emas. Daryoga 7 yil davomida bo'lib Demak, ishga kirib olish uchun ham 7 oy muhlati bor. Da. 7 oy muhlat bor. Ham o'ylanganda, agar misol uchun o'qishni bitirgandan so'ng ish topa olmay qolib yoki amaliyot o'tash vaqti bo'lishi mumkin. Hamma ishxona ham birdaniga ishga olmaydi-ku. Kimdir stajirovkaga olishi mumkin. Stajirovka davrida misol uchun kamroq oylik to'lanishi mumkin yoki endi ishga kiradigan bo'lsa kamroq oylik bilan ishlashi mumkin. U davrda o'sha kamroq oylik o'zining ehtiyojini qondirishi mumkin. O'sha hammasi hisob-kitob qilinib 7 oy muddat olingan. Bu 7 oydan keyin o'sha ta'lim kreditini qaytarish boshlaydi. Bu ayol kishilar. Erkak kishilarda ham xuddi shu tartib. U ham 7 oydan keyin boshlaydi. Faqat o'sha o'qiyotgan davrida o'sha kreditni olayotgan foizini to'lab turadi. 14% dan hozirgi kunda. Bobur aka, mana hozir bir savol bilan sizga yuzlanaman. O'zi umuman mana talaba bo'lgansiz, Zilola opa, siz ham mana shu to'lov kontraktini to'la olmay qiyinchiliklarni tashlab ketgan holatlar bo'lganmi sizning davringizda? U paytda kreditlar olish juda ham muammoli bo'lgan. Bormi shunaqa do'stlaringiz? Bizning davrimizda bo'lgan, unday nimalar bo'lgan. Chunki qiyin edi. U payt misol uchun aholining qo'lida misol uchun daromad unchalik bo'lmagan paytlar bo'lgan, qiyin davr bo'lgan. U payt
hozirda misol uchun kredit olish oson bo'lmagan. Mahalladan, yashash joyidan, hamma joydan spravka olib borilardi. Ham bank rozilik bersa nima qilardi? Qanchadir qiyinchiliklar tug'dirilgan. Hozirgidek maqsadsiz kreditlar berilmagan. Aynan o'sha kontraktni to'lash uchun kontrakt summalari ham hozirgi aholini daromadiga nisbatan agar olib qaraydigan bo'lsak, imkoniyat ko'proq deb o'ylayman. O'sha paytdagi kontrakt summasidan ko'ra hozirgi kontrakt, ayniqsa davlat miqyosidagi o'qishlar. Zilola opa, mana bunaqa gaplar eshitardik-da. Misol uchun bizda limit tugab qoldi derdi banklarda ta'lim kreditiga. Shunday holatlar bor edi. Qanchadir miqdorda limit qo'yardi, chunki bu imtiyozli edi o'sha paytda ham. Talaba kreditlari o'sha paytda ham imtiyozli edi, yoshlar kreditlari o'sha paytda ham imtiyozli kreditlar limiti bor edi. Hozirgi kunda hech qanaqa cheklov yo'q. Zilola opa, umuman kredit olish tartibi qanchaga soddalashdi? Bu jarayon ancha soddalashdi deb ayta olaman, Yoshlarimizga chunki ma'lumot beraylik. bitta o'sha pasport va talaba kontrakt to'lov qog'ozi. Yo'q, aynan ta'lim universitet krediti sifatida aytmoqchi Umumiy. emasman, umumiy Bitta pasport bilan borib olish ham mumkin. Bitta pasportda o'zi yetarli. hozir onlayn kreditlarimizga Onlayn kreditlar endi bu undan har ham bitta oson. undan ham oson, o'zini qo'lidagi o'sha telefoni orqali xohlagan o'sha o'zini oylik shaqqa hisobini olgan holatda buni avtomat tarzda har bitta bank ilovasi o'zi hisob kitobini qilib o'sha fuqaroga qancha kredit bera olishini ham ayta oladi. Balkim fuqaro o'zini daromadidan ko'proq so'ragan holatlari ham bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda o'sha ilova bunga rad javobini berib, qancha miqdorda olishi mumkinligini ham ko'rsatib bera oladi. Bu oson juda ham. Endi offlaynlarda ham osonlashdi. Oldingida siz aytgandek shaxs spravka so'ralmaydi yoki mahalladan, turar joydan yoki sizning nima deydi, doimiy ro'yxatdan o'tgan joyingiz. Mana shu narsalar ham jim muammo bo'lgan. Zilola opa, Bobur aka, osonlashishiga norozi emasman, lekin mana shu osonlashishi natijasida bemaqsad kreditlar ham ko'payib ketdi. Nima demoqchiman? Bundan 1 yil muqaddam o'sha psixotrop moddalar sotuvi bilan shug'ullangan yoshlar bilan suhbat o'tkazdik. Shunda aytyapti, momoni boshiga, ildiziga qarayapmiz-da. Nimaga shu sotuvga kirding deb savol berganimizda, kredit oldim. Bitta kreditini to'la olmagan, uni to'lash uchun yana bir kredit olgan, uni to'liq qoplaganmi yo'qmi, ikkinchi kreditga a'zo bo'lyapti va mana shu moliyaviy krizislar asosida borib kimdir endi taklif qilganki, shu anaqadan chiqib ketasan, qarzlaringdan qutulib ketasan degan ma'noda keyin psixotrop, ya'ni oson pul topish yo'liga o'tganda. Aynan mavzuyimiz bunda emas, lekin kreditni bemaqsad olayotganlarga o'zi qanday tavsiyalar bera olamiz? Yoshlarimizga maqsadsiz. Chunki hozir bilasizmi Bobur aka, nimaga mana shu mavzuni ochdik? Hozir kelib turayotgan pullarga ishonib qoladigan Misol holatlar uchun bo'ladi-da. ko'pchilik holatlarda bizda anular chiqib ketdi-ku, bo'lib to'lashga misol telefonlar bo'lib to'lanyapti yoki orzu havas ko'pda yoshlarimiz o'rtasida. Qaysidir misol uchun do'sti qo'lida o'sha iPhone rusumlik telefonni oxirgi markasini ishlatsa, buni ham olgisi keladi, lekin ota-onasidan so'rasa mablag' bo'lmasligi mumkin. Boradi, shunday onlayn kredit to'ldiradi, 20 million so'm oladi, boradi, oladi. Nima deydi, fon uchun ham ovorishyapti-da, kreditni tushunmasdan turib. Menda telefon bor, iPhone telefon ishlataman degan bir ma'noda. Hozirgi yoshlarimizga ko'proq moliyaviy savodxonlik bo'yicha ilmini oshirish kerak. Ertaga bunday holatlarga tushmaslik uchun. Nega? Ertaga har xil holat bo'lishi mumkin. O'zini hisob kitobini to'g'ri ola olmaslik holatlari bo'lishi mumkin. O'zini hisob kitobini to'g'ri ola olmayapti, ertaga o'sha qiyinchilikka duch kelish boshlaydi. O'sha qiyinchilikka duch kelgandan keyin kimdir to'g'ri maslahat berib to'g'ri yo'lga solishi mumkin, lekin uni maslahati ko'p bo'lmasa-chi nima qiladi? Har xil yo'lga boshlaydi. Qayerdan oson pul keladigan bo'lsa, o'sha yoqqa yurishni boshlaydi. O'shaning uchun men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, iloji boricha hozirgi yoshlarda oliy ta'lim o'quv yurtlarida, kerak bo'lsa maktablarda ham moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv ta'limiga o'sha narsani qo'shish kerak, joriy qilish kerak. Haftada 1 kun bo'lsa ham, ya'ni 1 soat bo'lsa ham o'sha moliyaviy savodxonlik bo'yicha ta'lim berib borish kerak. Birga qo'shilaman. Sababi mana hukumatimiz shuncha imtiyozli kreditlar beryapti. Bundan oldin berdi qancha. O'sha chorvachilikka berdi, parrandachilik bilan shug'ullanish uchun imtiyozli kreditlar berdi, qoramol uchun berdi. Lekin afsuski o'sha ishlatmaganlari ham bor. O'shalarga o'zimiz ajratgan, mahalla yurib, mahalladan uni hisobini olib, qaysi kam ta'minlangan oila nima bilan shug'ullana oladi, tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun deb tikuv mashinalariga pul, o'sha imtiyozli ravishda tikuv mashinalariga deb berilgan holatlar. Juda ko'p imtiyozli kreditlar berilyapti, lekin o'shani o'zlashtirishni ham bilish kerak. Shuning uchun bu uchun moliyaviy savodxonlik kerak. Hozir aytgan hamkasbimni qo'llab-quvvatlayman. Bu uchun balkim o'sha o'quv yurtlarida, balkim o'sha maktabdan buni joriy qilish kerakdir. Qancha
daromad qancha xarajat va qanday yo'naltirish kerak va o'sha qilinadigan xarajatdan yana qanaqa daromad keladi. Buni ham ma'lum bir dastur asosida ishlab chiqib, o'sha yoshligidan maktab davridan bu narsani singdirib borsa, balkim o'sha imtiyozli kredit olish yoshiga yetganda o'shandan unumli foydalanadi. Tayyor kadrdek bu shunday qo'liga pulni berasiz, nima bilan shug'ullanishni o'zi u biladi u. Lekin siz aytgan boya yuqoridagi holatlar, u pulni olyapti, nima qilishni bilmaydi. Hali unda huquqiy savodxonlik, moliyaviy bilim, iqtisodiy bilim, biznes reja tuzish, biznes bilan shug'ullanish, daromadni xarajat qilib yana qanaqa qilib daromad keltirish, Tushunchalari yo'q. tushunchalari yo'q. Loyiha Daromad islatib nima, yuboryapti. foyda nima, sof foyda nima? Men bunaqangi tushunchalarga ega bo'lmagan Hattoki inson mana buni ishlata kasbimiz olmaydi. Zilol opa jurnalist bo'lganligi uchun bank xodimlari bilan ham murojaatlar ko'payib ketgan, o'rganishga monitoringga birga chiqqanimizda endi uzr-ku, mana shu qo'shnisini molini, qo'shnisini sigirini ko'rsatib yuborganlar ham borganda, lekin u o'zi aslini olganda u o'sha faoliyatini yo'lga qo'yib olib, o'sha daromadga kirish maqsadida berilgandi. Shu narsaga ham to'xtalib ketdinglar. O'zi umuman o'sha kredit uni faoliyatini, kundalik turmushini yaxshilashga qaratiladi-da. Yosh bo'ladimi, masalan, o'sha mashinasi olib beriladimi, lekin boshqa manbadan ko'rsatib turib aldangan holatlari ham bo'ldi-da, afsuski. Kredit berish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, maqsadsiz kredit degan tushuncha yo'q edi. Xo'p, aholiga, misol uchun, qaysidir fuqaroga aytaylik, qanaqadir ehtiyoji uchun pul kerak. Bu hammada sharoit har xil bo'ladi. Kimdir yaqini bor, bemalol uyalmasdan, tortinmasdan qarz olib turishi mumkin o'sha ehtiyojini qondirish. Kimdir qarz so'ramaydi yoki o'shanaqa qarz berib turadigan yaqini yo'q. To'g'rimi? Nima qiladi? Oldingi tizim bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bankka boradi, aytaylik, o'sha qoramol yo'nalishi bo'yicha bizda kreditimiz bo'lardi, arzon foizli. Siz aytayotgandek qoramolga kredit oladi, qo'shnisini molini ko'rsatadi. Lekin pulni turli xil yo'llari bilan naqdlashtirib o'zining ehtiyojiga ishlatadi. Bu kreditda maqsadsiz, o'zi real fakt bo'yicha qarasangiz, maqsadsiz ishlatilishiga olib keladi. Ertaga bu rejasi bo'yicha ish yurmasligi mumkin. O'shaning uchun hozirgi kunda shunaqa noqonuniy yoki noqonuniy xatti-harakatlar oldini olish uchun keling o'shani maqsadsiz kredit berish yo'nalishi yo'lga qo'yilgan. Xo'p, misol uchun kimdir to'y qilmoqchi. Bizda bor orzu-havas degan narsa bor-da O'zbekistonda. Yoshlarda ham, umuman fuqarolar o'rtasida ana bo'ldi, kimdandir borib sarg'ayganimdan ko'ra keldi, onlayn kredit olib qo'ya qolaman, keyingi oyligim bo'lsa qo'yib qo'yaman degan tushuncha yaxshiroq bo'lib qoldi-da. Yoshlar o'rtasida boya moliya savodxonligini rivojlantirish kerak dedim. Orzu-havasni ham odam Chegaralash kerak-da. Nafs degan narsa bor-da, o'sha orzu-havas ham nafsni bir qaysidir tomonda turi. O'shani chegaralash kerak. Ya'ni imkoniyatdan kelib chiqish kerak har bitta narsani. O'sha hisob kitobini qilsa, misol uchun qayerdandir daromad oladi, xo'p, oyiga qancha daromad oladi. O'shandan xarajatlarni taqsimlab qilish kerak. Unga misol uchun kunlik yeb ichishimga, yashashimga, kiyinishimga, sog'lig'imga, yana qanaqadir xarajatlarga o'rtacha hisobda bir oyimga shuncha pul ketadi. Menda yana menimcha aytaylik 50% qolyapti. Xo'p, 50% dan men aytaylik 10%, 20% keyingi kunimga jamg'arib olib, yana qanaqadir ehtiyoj paydo bo'lib qolishi mumkin. Ertaga sog'lig'i yomonlashib qolishi mumkin yoki nimadir sotib olishi Chunki mumkin. issiq jonimiz bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. O'shani hisob kitobini qilayotganda qanchalik summa jamg'arib qilish kerak. Ana undan keyin ham qoladigan summa bo'lsa, mayli o'shandan kelib chiqib turib kredit olsa bo'ladi. Biz yoshlarga beradigan nimamiz shunaqa bo'ladi, taklifimiz. O'sha qolgan summasiga kredit olsin, mayli o'shani yopa oladi. Bu degani kam summa, bir oylik topadigan summasini juda kam qismini tashkil qilish kerak. Necha qismini taxminan? Yoshlarimiz bilsin. Markaziy bank, tijorat banklarini berayotgan takliflari bo'yicha, talablari bo'yicha topayotgan o'rtacha bir oylik daromadini 50% dan oshib ketmasin deyilyapti. Endi men taklif qilardim, shaxsiy fikrim, bundan ham kamroq nima qilish. Chunki boya aytgandek 10-20% jamg'arib borishga ham qo'ysin. Bundan tashqari o'sha fuqaroning o'rtada sog'ligi bilan bo'lgan muammolar bo'lib qolishi mumkin, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ularni ham inobatga olgan holatda moliyaviy rejasini to'g'ri qo'yish kerak. Shuning uchun hozir hamkasbim aytgandek 50% dan ham kamroq qilib olsa, buni hech yomon tarafi yo'q. Kreditdan to'g'ri foydalanganlar ham ko'p. Bizda murojaatlar bor, chunki mavzu yuzasidan biz ijtimoiy tarmoqlarga savol qo'yamiz va u yerdagi murojaatlarni o'qib sizlarga eshitamiz. Mutaxassislarga murojaatlarda aytishyaptiki, misol uchun mana hozir ta'lim krediti faqat davlat tomonidan tan olingan, ya'ni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga beriladi. Agar biz xorijga o'qishga kiradigan bo'lsak ham to'lab beriladimi degan savolni berishni Xorijga o'qishga kirayotganlarga alohida grantlar joriy qilingan bo'lsa, o'sha grant asosida o'qishi mumkin.
No, bizda ta'lim krediti berish bo'yicha ishlab chiqilgan nizom bo'yicha O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan, Oliy ta'lim vazirligidan o'sha ta'lim berish bo'yicha o'zini maxsus litsenziyalarini olgan ta'lim yurtlariga ta'lim krediti ajratiladi. Xorijiy o'quv yurtlarining O'zbekistondagi filiallarigacha. Filiallarigacha. Agar oliy ta'limdan o'sha litsenziyasini olgan bo'lsa, o'sha talablarga javob bersa mumkin. Lekin xususiy universitetlarga yo'q. Bor. Ularga ham bor. Ha, shu savolni bermoqchi edim Bobur aka. Mana ko'pchilik bugungi kunda mamlakatimizda xususiy universitetlar ham ko'payapti-da. Kontraktlari ham bir muncha baland. Baland. Ularga ham to'lab beriladimi? Chunki yoshlarimiz davlat oliygohlariga kirsa, xususiy oliygohlar ham, ya'ni alternativ variant sifatida tanlashi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda mana yoshlarimizga berilgan yana imkoniyatni zo'r nimasi, biz davrimizda bu narsa yana yo'q edi, shu to'xtalik. Biz davrimizda mana bir kun 1-avgust kuni imtihonni topshirardik. Bir marta imtihon. Bu lotereya edi. Boshqa imkoniyati yo'q, 1 yil kutasiz. Nima Hozir imkoniyat shu darajadaki, o'sha imtihonga topshirayotgan paytingiz o'zida 5 ta institut tanlashingiz mumkin. Bu ham yoshlarga berilayotgan katta imkoniyat. Undan tashqari qayta topshirardik. Undan tashqari mana xususiy ta'lim, oliy ta'lim yurtlariga yoki xorijiy oliy ta'lim yurtlari O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan haqida gapiryapman. O'shalarga misol uchun belgilangan muddatlari bor, o'shanga ham topshirishingiz mumkin. Bu degani siz 1 yilda o'zida kerak bo'lsa 20 tacha institutga kirishingiz imkoniyatingiz bor. Zo'r. Bu narsa yaxshi tarafi yoshlarga berilayotgan imkoniyat. Ta'lim kreditiga keladigan bo'lsak, ta'lim krediti summa nuqtai nazaridan cheklanmagan. Misol uchun Ya'ni cheklov yo'q. cheklov yo'q. Cheklov faqat o'sha Keyin mana shu shartnomada ta'lim hozir kontrakti. bizni kuzatayotgan yoshlarimizga aniq ma'lumotlar berib ketish uchun mana biz hozir ko'rsatuvimizni ko'rishyapti. Qayerdan to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi mana shu ta'lim kreditlari bo'yicha, ko'l markazlarmi, qanaqa Yoki bir umuman saytlar, kreditlar bo'yicha. Kreditlar bo'yicha. Kreditlar Yoshlarga bo'yicha kreditlar mana bo'yicha. ijtimoiy tarmoq rivojlangan bizda. Hozirgi kunda hamma yoshlarimiz bu narsaga zo'r deyishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanishga aksariyat yoshlarimizda bunga imkoniyat yetadi, chunki hamma qo'lda telefon bor. Telefon orqali har bitta o'zini qiziqtirgan savolni yozsa, javob kelib chiqadi. Aynan qaysidir bankdan olishdi imkoniyatini izlayotgan bo'lsa, o'sha bankda har bitta tijorat bankining veb-sayti bor. O'sha veb-saytiga kirib turib, bu yerda hamma ma'lumot keltiriladi. Ta'lim krediti, shartlari, foizlari, muddati, miqdori hammasi misol uchun keltiriladi. Ta'lim krediti miqdori to'lov kontrakt shartnomasini olib keladi oliy ta'lim yurtida. O'sha to'lov kontrakt shartnomasida qancha summa qanday tartibda to'lanishi kerak ko'rsatilgan bo'lsa, ta'lim krediti ham xuddi shu tartibda to'lab beriladi. Yana qo'shimcha sifatida aytmoqchiman. Hattoki ta'lim kreditlarini ham onlayn olsa bo'ladi. Nima qilsa bo'ladi? Onlayn olsa bo'ladi. Qanday tartibda onlayn? Ta'lim.o'z degan saytiga kirsangiz, qaysi banklar turadi, o'sha ta'lim kreditini bera olishi mumkin bo'lgan banklar. Ya'ni bugungi xohlagan yoshlarimiz bankini uyda tanlaydi. o'tirib ham bemalol shu ochib olib, sekin to'ldirib qo'ysa bo'ladi. Xohlagan bankini tanlaydi. Deylik, misol uchun Sanoat qurilish banki tanlasa, tanlaydi, qarzdor kim, kafili kim, ma'lumotlarini kiritadi, elektron jo'natadi. Bu yoqda elektron kelib tushgan murojaatni inspektor ochib, o'sha kunda o'zida ko'rib, Ya'ni foizi bir xil bo'ladimi hamma bankda? bir xil. Ya'ni Bu o'zgarishlar bir ham tafovut yo'qmi demoqchi? Yo'q, tafovut yo'q. Imtiyozli kredit bir xil. Ta'lim krediti davlat byudjetidan ajratilgan pul mablag'lar hisoblaridan beriladi. U tijoriy kredit emas. Agar tijoriy kredit bo'lganda har bitta bank o'zgarishi mumkin. O'z imkoniyatidan kelib chiqib o'zgartiradi. Hamma bankda bir xil. Bugungi kunda nechta bankgacha berilyapti mana shu ta'lim kreditlari? Davlat tasarrufida 10 ta bank bor. Misol uchun davlat ulushiga ega bo'lgan 10 ta bankda hammasida bor. Xususiy banklarda ham bu narsa bor. Taxminan 30 tacha bankda hozir bu ta'lim kreditimiz bor. Yoshlarga kreditdan foydalanish va imtiyozli kreditlardan foydalanish bo'yicha xulosalarim albatta foydalanish kerak. Davlatimiz, jamiyatimiz yaratib beradigan imkoniyatlardan o'z vaqtida to'g'ri foydalanish kerak. Faqat ta'lim krediti, balkim o'zini qiziqqan sohasi, biznes yo'nalishlari bo'yicha hozir aytib o'tganday o'sha 3% kreditlardan foydalanish kerak. Bu uchun o'zini huquqiy savodxonligini va moliyaviy savodxonligini albatta oshirish kerak. Kredit shartnomalarini imzolashda albatta kreditning birinchi o'rinda miqdori, o'sha summasi, muddati va foiziga albatta e'tibor berish kerak. To'lov grafiklarini to'g'ri taqsimlanganligini va o'zining moliyaviy imkoniyatini to'g'ri hisobga olgan bo'lish kerak. Zilola opa, o'sha shartnomalarni ko'rsak ko'p bo'ladi-da. Shunaqa ko'p shart qo'yasizlarmi?
hamma shunaqa savol berishadi. mayda Nega yozuv bo'ladi yana, keyin uni erinadi-da, Ko'zingiz ham ovotganda toliqmaydida, keyin qo'yib yubora qolay deydi, qo'lini qo'yib ketaveradi. Foizlari kichkina, o'zinglar kichkina qilib qo'yasizlarmi? Yo'q. Ko'ngil qolsin. Bu talab ham bor, o'sha kreditni foizi yoki umumiy hajmi qancha chiqishini bilish uchun ham 30-30 nizom bor. O'sha Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan. Kreditning birinchi varog'ida tepa qismida o'sha umumiy qancha foizga tushayotganligini 14 shriftida jирный o'sha nimada ko'rsatish fuqarolarga qilib. ko'rsin, o'shani bilsin qancha foizga tushyapti shu kredit. Hattoki shularga ham qaramaymizda ba'zi hollarda. To'g'ri, endi fuqarolar juda shoshishadi, avvalambor juda shoshishadi. Kredit Xuddi olish kredit qishda bermay yo'nalishga qo'yayotganda. o'xshaydi. Boshda issiq, keyin sovuq bo'ladi deydi-ku. Endi kreditni o'zi aylanma varaqasi bor. Har bitta bankka borganda shartnoma imzolashdan oldin beriladigan ma'lumot. Agar o'zi qiziqsa, hamma bankdan bu varaqalarni olib, o'sha kredit bo'yicha solishtirib, bemalol huquqlarini, majburiyatlarini, tushunmasa inspektorlarga kelib, to'liq bepul asosda ma'lumot olish Ma'lumot bo'ladi imkoniyatiga demak. ega. Lekin baribir shoshishadi. Siz aytgandek o'sha nimaga 7 varoq, 8 varoq dedi. Bu hozir qonunchilikka qo'yilgan talab ham, shartnomaga qo'yiladigan talablar bor. O'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnoma huquqi bazasi to'g'risidagi qonunga asosan har bitta shartnomada taraflar, ularning shartnomaning predmeti, taraflarning huquqlari, majburiyatlari, javobgarligi, tomonlar nizolarni hal qilish tartibi, tomonlarning yashash manzillari, rekvizitlari va imzolari albatta bo'lishi kerak degan talabimiz bor. Lekin men o'z fikrimni aytmoqchiman. Mana shu shartnoma qachon kichkina bo'ladi? Masalan, qachon o'sha hattoki bir varoq bo'lishi ham mumkin shartnoma. Eng asosiylari. Qachonki odamlarning o'zaro bir-biriga ishonchi yuqori bo'lsa. Vaqtida to'lasa, o'zaro ishonch bu yerda mustahkam bo'lsa, shartnomada taraflar summasi, muddati, foizi bo'ldi. Boshqa kerak emas. Lekin biz mana o'sha nizoli holatlarni oldini olish uchun barcha holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Tomonlarning qanaqa huquqi bor, qanaqa majburiyati bor, qanaqa javobgarligi bor, qanday nizolar hal etiladi. Avvalambor birinchi o'rinda muzokaralar yo'li bilan. Juda ko'p nizoli holatlar bo'lganda o'sha bank va mijoz o'rtasidagi o'zaro muzokaralar yo'lida ochiqlik kiritib, oydinlik kiritib hal bo'ladi. Bo'lmaganda keyin sud tartibida. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda spikerlar almashinuvi bor. Mana shu yana navbatdagi spikerimiz yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar haqida ma'lumot beradilar. Marhamat, ularni studiyamizga taklif etamiz. Rahmat Zalol, tashrif uchun, foydali ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling. Demak, bizda spikerlar almashinuvi amalga oshirildi. Navbatdagi spikerimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Podkastimizda Foziljon Ulashev, Aloqa bank kichik va o'rta biznes departament direktori. Bu ham mavzuyimiz juda aktualligidan dalolat beradi aslida. Foziljon aka, xush ko'rdik studiyamizda. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Foziljon aka, mana o'sha yana boshdagi mavzuga qaytamiz. 14-fevral kuni davlat rahbari yoshlar bilan uchrashuvda Aloqa bankni bundan keyin yoshlarga ko'maklashuvchi yoshlar banki deya e'tirof etdilar va sizlarni bankinglarni oldilariga bir qator vazifalarni qo'ydi. Keling, mana shu haqida boshlasak. Hurmatli yurtboshimiz rahbarligida bo'lib o'tgan yig'ilishda yoshlarni ishsizligini qisqartirish, yoshlar bandligini ta'minlash, yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, o'zlarining bizneslarini yo'lga qo'yishlari bo'yicha qator yo'nalishlarni belgilab berdi. Shu bilan birga 2025-yil 14-fevralda 62-sonli prezident qarori qabul qilindi. Mazkur prezident qarori yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Bu nima beradi yoshlarga? Ushbu qaror bilan yoshlarni 2025-2027 yillar davomida yoshlar biznesi davlat dasturini amalga oshirish. Yoshlar biznesi davlat dasturini amalga oshirish bo'yicha qator vazifalar ko'rsatilgan. 350 ming, kamida 350 ming nafar yoshlarni qamrab olish, 350. Shundan 100 ming nafar, kamida 100 ming nafar yoshlarga qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish. Zo'r. Ishsiz bo'lgan yoshlarni o'sha 18 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan O'zbekiston Respublikasidagi yoshlarimizni ishsiz bo'lib yurgan yoshlarimiz ish bilan ta'minlash. Ularni kasb hunarga o'rgatish, o'qitish, biznesni o'z loyihalari bo'yicha biznesni boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga o'zining tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun moliyaviy ko'maklar berish va o'sha yoshlarni lider tadbirkor sifatida shakllantirib, ularning atrofiga yana kamida 20 nafar o'ziga o'xshagan yoshlarni, ishsiz yoshlarni ishga olish. Ya'ni safni kengaytirish. Shunday, ishsiz yoshlarning safini kengaytirish bo'yicha. Endi bu qaror doirasida joriy yildan boshlab Aloqa bank yoshlarning tayanch banki sifatida belgilab berildi. Mazkur yo'nalishlar bo'yicha davlat tomonidan 200 million AQSh dollari miqdorida
mablag'lar yo'naltiriladi. 200 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar shu yoshlarni, aynan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni ishsizligini ta'minlash bo'yicha bu yerda qator yo'nalishlar bor. Yo'nalishlarni aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda 18 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan yoshlarimiz, ishsiz bo'lgan yoshlarimiz aholi qatlamida juda ham ko'pchilikni tashkil qilyapti. Bugungi kunda ham viloyatlarimizda, hududlarimizda, Toshkent shahrida o'zini o'zi band qilgan holda ish bilan ta'minlash yo'nalishi mavjud. 100 dan ortiq faoliyat turlari bor. O'sha o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tsa yoshlarimiz, uning ichida sartaroshlik xizmati, uyda o'tirib o'sha pishiriqlar qilib sotish xizmati, o'sha har xil hunarmandchilikda har xil yo'nalishlarda, asalarichilik, bog'dorchilik, masalan, qishloq xo'jaligi ma'lum bir sohalarida xuddi shunaqa yo'nalishlar o'zini o'zi band qilgan holda jismoniy shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, ijtimoiy bir yil uchun ijtimoiy soliq to'lovi bir martalik to'lov 375 ming so'm tashkil qiladi. Mazkur to'lovni amalga oshirsa bo'ldi. Boshqa ortiqcha soliq to'lovlari to'lanmaydi. O'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tgan shaxslarga 7 yilgacha 100 million so'mgacha imtiyozli mikroqarz ajratiladi. Qancha bo'ladi imtiyozlik? Foiz stavkasi imtiyozli foiz stavkalari deb ko'rsatib o'tilgan 17,5% bugungi kunda 17,5% dan muddati ham uzoqroq berilyapti. O'sha to'lov grafiklarida qiynalmasligi uchun 17,5% dan 7 yilgacha, asosiy qarzdan 2 yilgacha U imtiyozli. naqd ko'rinishda beradimi yoki nimagadir yo'naltiriladimi? Onlayn mikroqarz onlayn tartibda plastik kartasiga o'tkazib beriladi. Demak, pul shunda Va- o'tkazib beriladi mablag'. Plastik kartasiga o'tkazib beriladi maqsadli yo'nalishlarda ishlatish sharti bilan. Bu yerda o'sha o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida o'ziga kerakli bo'lgan, o'zi qaysidir hunar bo'yicha o'ziga kerakli bo'lgan jihozlar sotib olishi mumkin. Deylik, sartaroshxona yo'nalishida o'zini o'zi band qilmoqchi bo'lgan yoshlarimiz bo'lsa, sartaroshxona uchun kerak bo'ladigan jihozlar sotib oladi. Bu mablag'larga shunga yo'naltiradi. 100 million so'mgacha deyilgan, har bitta yosh 100 million so'm olish shart emas. O'z imkoniyati yetadigan, o'ziga ehtiyojiga Ya'ni qaragan holda minimumdan miqdorini belgilab maksimalgacha- oladida, qaysidir yoshlarimizga 15 million kerak, qaysidir yoshlarimizga 30 million, 35 million kerak, qaysidir yoshlarimizga 50 million kerak. 100 million so'mgacha deyilgan, o'ziga kerakli bo'lgan jihozini oladi, anjomini oladi, kerakli joyi bo'lsa joyini olib turib, o'sha joyga kreslo kerakmi, stul kerakmi? Masalan, bu qaror bo'yicha kamida 30% mablag'lar qizlarning bandligini ta'minlash, xotin-qizlarni o'sha tadbirkorlikka yo'naltirish, ishli qilishga deb belgilab berilgan. Masalan, qizlarimiz uyda o'tirib, xotin-qizlarimiz Tikishlari mumkin. tikish ishlarini amalga oshirish mumkin. Pazandachilik yoki Tikuvchilik uchun kerak bo'ladigan o'ziga o'sha tikuv mashinalari olib, uyda o'zini o'zi band qilib, yoki pazandachilikka kerak bo'ladigan o'sha uyda kuxunlik kerak bo'ladigan jihozlarni sotib olishlari mumkin va o'zini pazandachilik, shirinliklarni, milliy shirinliklarni ishlab chiqarish, tortlarni chiqarib sotishlari ham bu ham o'zini o'zi band qilgan holda. Maqsad ular pul topishi. Ishsiz bo'lgan eng yoshlar asosiy maqsad ham shu. o'zini o'zi ta'minlab, O'zini o'zi o'sha eplashi. o'zini o'zi ta'minlagan holda Davlat rahbari ham shuni kutyaptilar. Sen o'zingni eplasang, men topishi. shundan xursand bo'laman, deyaptilar, to'g'rimi? shunaqa pul topgan holda o'sha oilasiga, o'zi jamiyatga, o'zini ehtiyojlariga, o'zini munosib o'rniga ega bo'lishi uchun har bitta yoshni to'g'ri yo'naltirish maqsadida. Hozirgi qarang, mana shu yoshlarni saralash jarayonlari qanday amalga oshadi? Hududlarda shtabiylar tuziladimi? Nima? Men adashmasam, kuni kecha ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Namanganda dastlabki testli rejimda Namangan boshlandi. viloyatida boshlandi, Namangan viloyatida. Andijon viloyatida boshlandi. Bugungi kunda hamma viloyatlarda. U shtabda Bu qaror- qanaqadir biznes klub qilib yig'ib olyapsizlarmi? Qanday amaliyotga? Hozir joylarda jo'natilyapti? yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil qilinyapti. Andijon viloyatida tashkil qilindi. Yana aytmoqchi bo'lganim, tadbirkorlikka qiziqmoqchi bo'lgan yoshlar qanaqa qilib saralab olyapsizlar demoqchiman. Bu ikkinchi yo'nalish, bu birinchi yo'nalishda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida jismoniy shaxsga beriladigan yo'nalish edi. Ikkinchi yo'nalish yoshlarni tadbirkorlik subyekt sifatida faoliyat yuritishi. Ya'ni joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil qilinyapti viloyatlarda. Bu aloqa banka ko'makchi mutasaddi tashkilotlar bor. Viloyat hokimliklari yordam beryapti. Yoshlar ishlari agentligi va uning joylardagi bo'linmalari. O'sha ishsiz yoshlar bilan birgalikda uchrashuvlar tashkil qilinganda, ularni to'g'ri yo'naltirib, kasbga yo'naltirish, hunarga yo'naltirish va joylarda keyingi bosqichda biznes inkubatorlari tashkil qilinadi. Hamma viloyatlarda viloyat hokimliklari va Aloqa bank bilan birgalikda Aloqa bank tomonidan moliyalashtiriladi biznes inkubatorlari. Yoshlar O'sha biznes g'oyalar inkubatorlari, ishlashadi. yoshlar biznes inkubatorlari ma'lum bir muayyan hududda tashkil qilinadi. O'sha deylik 10 gektarlik, 5 gektarlik joylar ajratilib, o'sha joylarda yoshlar biznes inkubatorlari qurilishlar amalga oshirilib, yo'nalish bo'yicha bo'lib qo'yiladi. Kasbga yo'naltirish, o'qitish. Deylik, qaysidir
xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha yana qaysidir o'quv markazlari tashkil qilib, o'quv markazlari ham moliyalashtiriladi. Kasbga yo'naltirish deganda hunarmandchilik sohasi. Qaysidir hududlarda hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. O'sib kelayotgan yoshlarda ham o'sha aynan shu hunarmandchilikka, do'p tikishga, o'sha kasanalchilikka, nimadir buyumlar yasashga, o'sha buyumlar yasab sotishga qiziqish bor. Shunaqa turdagi yoshlarni aniq boradigan manzili bo'lishi uchun yoshlar biznes inkubatoriga taklif qilinadi. Yoshlar biznes inkubatorida tegishli lotlarga bo'lib qo'yiladi. Qaysidir lotda deylik bir yo'nalish bo'yicha ustozlar, masterlar o'sha kasbga tayyorlaydi. Ya'ni trenerlar tomonidan o'sha o'qitilib, yetarli malakaga ega bo'lgandan keyin o'sha yoshlar o'zining yo'nalishi bo'yicha tegishli mikroqarzlarni olib, o'zining joyiga ega bo'lib, o'zini o'zi band qilgan holda pul topishga yo'naltirishdi. Deylik, sartaroshxona yo'nalishi bo'yicha qiziquvchi yoshlar bo'lsa, manikyur, pedikyur juda rivojlangan. Qizlar sartaroshlari alohida, yigitlar, o'g'il bolalar sartaroshlari alohida, bu yo'nalishlar alohida tashkil qilinib, kasbga o'qitish, kasbga o'rgatish. Hamma yoshlar ochig'ini aytamiz, hamma yoshlar ham oliy ma'lumotli bo'la olmasligi mumkin. Kimlardir o'qishga kiradi, maktab o'rta maxsusdan keyin kimlardir o'qishga kira olmasligi mumkin, oliy ta'lim. Endi hayot qonuni ham shu. O'sha holat ba'zi hollarda oliy ma'lumotli bo'lsa ham o'z sohasida ishlay olmasligi mumkin. Ish topa olmay qolgan yoshlarimiz bo'lishi. Yoshlar biznes inkubatori u hamma yoshlarni o'rgatib, o'sha kerak bo'lsa, shu yerda tadbirkorlik qilish kerak bo'lsa, tadbirkorlik qilishga ham joylar ijaraga beriladi. Qanchaga beriladi ijaraga? Yoshlarning o'sha muvaffaqiyatli biznes tushunchasi bor. Yoshlar oyoqqa turib, o'zining loyihasini mustaqil amalga oshirib keta oladigan muvaffaqiyatli biznes darajasiga chiqqandan keyin uning o'rniga yangi yoshlar keladi. Hali yaxshi tadbirkor bo'lgan, lider tadbirkor bo'lgan yoshlarimiz boshqa joyga o'zining biznesini olib chiqib ketishi mumkin. Boshqa joylar. Uning o'rniga yangi yoshlar kelib o'zining tadbirkorligini mana shu yoshlar biznes inkubatorlarida o'ziga tegishli bo'lgan qism ajratib beriladi. Bunda qancha summa ajratiladi yoshlarga tadbirkorlik aytgan bo'yicha? Tadbirkorlik yo'nalishi hozir birinchi aytdingiz, 100 million so'mgacha jismoniy shaxs. Jismoniy shaxslar. O'zini o'zi band qilgan. Tadbirkorlik bo'yicha-chi? Tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga qancha kredit ajratiladi? Yoshlar biznesi. Endi bular yuridik shaxs hisoblanadimi? Yuridik shaxs hisoblanadi, yakka tartibdagi tadbirkor ham bo'lishi mumkin. Endi yoshlar YATT. Yoshlar biznesi dasturi bo'yicha yoshlar uchun ish o'rinlari loyihasi doirasida kichik tadbirkorlik subyektini ochadi. O'sha yoshlar tomonidan. Qanchaga pul beriladi? Kichik tadbirkorlik subyektini, kichik biznes subyektini eng kichkina bo'g'im yakka tartibdagi tadbirkor. U yuridik shaxs emas. O'sha shaxs o'zi tomonidan boshqariladi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib ishlashi mumkin yoki yuridik shaxs sifatida tashkiliy huquqiy shakli bo'yicha har xil turlari bor. Kichik tadbirkor subyektining yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib ta'sischilar yosh bo'lishi kerak. Ta'sischi korxonalar, oilaviy korxonalar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, qo'shimcha mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, qo'shma korxonalar tashkil qilish mumkin. Shu turdagi yuridik shaxslar tashkil qilgandan keyin yuridik shaxsning ta'sischilari yoshlar bo'lishi kerak. Yoshlar tadbirkorligi shundan ma'lum bo'ladi. Yoshlar o'zining biznesini yo'lga qo'yayotgan. Unga qancha pul ajratiladi? Ta'sischilar bu yerda qanchagacha maksimal ola olishi mumkin? Biz yakka tartibdagi tadbirkorlarga bunday imtiyozli kreditlar beriladi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida foydadan ro'yxatdan o'tgan tadbirkorimizga, yoshlarimizga 1,5 milliard so'mgacha. Asosiy shartlaridan biri kamida 3 nafar o'ziga o'xshagan yoshlarni ishga olish kerak. Bizda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bor. Qancha foizda beriladi 1,5 milliard so'm? 17,5%dan. Bu ham 17,5%dan 7 yilgacha beriladi. Buni ham hisob raqamiga o'tkazib beriladi. Bu pul o'tkazish yo'li bilan biznes tadbirkorligi bo'yicha nima kerak bo'lsa maqsadli yo'naltiriladi. Pul o'tkazish yo'li bilan yoshlar bosinglar deydi-ku. 7 yilgacha, bu yerda ham 2 yilgacha imtiyoz davr beriladi asosiy qarzdan. Foiz to'lovlariga ham 3 oygacha imtiyoz davr taqdim qilinishi mumkin. Yangi loyiha bo'lsa, yoshlar o'sha biznesini yo'lga qo'yib olguncha kreditdan to'lovlar chiqmasligi uchun. Buni ham qarang, mana 7 yillik grafik majburiyati yengil bo'lishi uchun har oylik grafik kamroq summadan tushadi. Yoshlar to'lovga qiynalmaydi. Shu o'rinda bitta narsa aniqlik kiritib ketishingizni iltimos qilarim. Misol uchun yoshlar ana xat hujjatlardan qiynalib qolishadi. Misol uchun 1,5 milliard 17% deyapsiz. Qanaqadir hujjatlar yig'ib olib kelib berish kerak emasmi? Bu yerda hujjatlashtirish jarayonini ham soddalashtirish yo'nalishidan ketilyapti. Shuni gapiring. Nima talab qilinadi? Hozir yuridik shaxslarimiz YATTlarga 1,5 milliard so'mgacha deb aytib o'tdik. Yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa 5 milliard so'mgacha beriladi. Yuridik shaxs YATTga ko'raganda ko'proq loyihalar amalga oshirish mumkin, kattaroq hajmdagi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarimizda shu 91 ta faoliyat yo'nalishi berilgan bo'lsa, yollanma ishchilar tegishli qaror bo'yicha 5 nafargacha ishchi yollash mumkin. YATTlarimiz. Kamida 3 nafar yoshlarni ishga olish kerak degan mezon bor. Yuridik shaxslarimiz 5 milliard so'mgacha, summasi kattaroq, 5 milliard so'mgacha tadbirkorlikka kredit olib, kamida 20 nafar yoshlarni
ish bilan ta'minlash kerak o'ziga o'xshagan Xat yoshlarni. hujjatlari ham Xat soddalashtiriladi. hujjatlari soddalashtirilgan. Bugungi kunda hozir kreditni maqsadidan kelib chiqib turib namunaviy biznes rejalar ishlab chiqilyapti. Tadbirkorlarga, yoshlarga o'zi yo'nalish beriladi. Bizda asosiy shuni qilgin yo buni qilgin deb. kreditning maqsadini aytadigan bo'lsak, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida qonunchilikda belgilangan tadbirkor yoshlarni o'zi qiziqtirib, o'zi xohlagan sohada kredit olishlari mumkin va tadbirkorlik qilishlari mumkin. Yoki mana sizlardan olsa-ku eplay olmasa qanaqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'ladi? Kim kafillikni bo'yniga oladi bu yerda? O'zi kafillik bo'ladimi? Bu imtiyozli kreditlarda ham kafillar bo'ladimi? Ta'minot vositalaridan bir sifatida kafilliklar ham taqdim qilinadi. Kafilliklar ham bor ta'minot vositalarida. Yosh tadbirkorlar o'zini biznesini puxta o'ylab ko'rish kerak. Tadbirkorlik riski qarz oluvchida bo'ladi. Bank xodimlari bank tomonidan tadbirkorlikka yo'l qo'yib ketish uchun barcha yordamlar ko'rsatiladi. Masalan, Yosh tadbirkor biznes g'oyasi bilan hisob-kitobini amalga oshirmoqchi. Bank tomonidan yoshlarning tadbirkorligiga o'sha bankda moliyaviy instrumentlardan foydalanayotgan bo'lsa, qaror doirasida imtiyozli kreditidan yo'nalishlar bo'yicha yoki aloqa ventures loyihasi bor, startup loyihalariga investitsiya kiritish degan yo'nalishlar bor. Foydalangan yosh tadbirkorlarimizni hisob raqamlariga Aloqa bank bepul xizmat ko'rsatadi. Birinchidan ulardan komissiyon to'lovlar olinmaydi. Ularning barcha hisob raqamlariga bepul xizmatlar ko'rsatiladi. bizda kreditda bir qism borki, buni hozir aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi, ya'ni qalloblar o'sha kredit olishda onlayn kredit olish bo'ladimi, hattoki yaqindagina bo'lgan holat taksida haydovchi yonidagi o'sha olib ketayotgan yo'lovchidan nomidan kredit olgan holatlar. Mana shunday holatlarda qanday choralar ko'riladi yoki xakerlik holatlari bo'lishi mumkin? Firibgarliklar orqali birovga ishongan holda shaxsiy ma'lumotlarni bermaslik kerak. Aholimiz, o'sha jismoniy shaxslarimiz, qarz oluvchilar aksariyat hollarda o'sha Face ID orqali o'tishda boshqalarga o'zining ma'lumotini berib, Face IDni o'tib berish holatlari kuzatilyapti. Bu o'sha yuqorida aytilgandek, o'zining shaxsiy ma'lumotlarini boshqalarga taqdim qilmaslik kerak. Yoki SMS kodlar keladi telefoniga, bir martalik SMS kodlar keladi. Shundan foydalanib ham kredit olish holatlariga urinishlar bo'lishi mumkin. O'shanday holatlarda telefon qilib kimdir SMS kodini aytib yuborgan deb so'rab qolishi mumkin. SMS kodlarini aytmaslik kerak. Fuqaroni o'zlari ham. Bank xodimlari unday ish qilmaydi. Linklar aytganday notanish linklar bo'lsa, SMS orqali kelgan linklarga ham, o'sha Telegram botlar orqali kelgan linklarga ham iloji boricha hozir aksiyalar tekshiruv uni bilib bo'lmaydi. Va bularning oldini olish maqsadida o'sha firibgarlik, birovning nomiga birov kredit olib qo'yishi, haqiqiy qarzdorda o'zi kreditdan foydalanmagan, pul mablag'larini ishlatmagan, lekin qarzdor bo'lib qolgan. O'rniga kimdir kredit olib, u mablag'ni boshqa shaxs ishlatib ketgan. Chunki bu firibgarlikning eng avjogon turi. Facebookda ham yozib qo'yadi-da, e'tibor bersangiz postlarga duch kelib qolamiz, kreditimni to'lashni so'rayapti, SMS kelyapti, lekin men kredit olmaganman. Xuddi shunaqa holatlarda firibgarlar tomonidan bu narsalar yo'l qo'yilgan bo'ladi. Kredit mablag'lari boshqa shaxs tomonidan foydalanilgan bo'ladi. Bu narsaning oldini olish maqsadida Markaziy bank tomonidan tijorat banklarga tegishli tavsiyalar berildi. 2024-yil 2-yarmiyilligida. Hozir onlayn kreditlarimiz, onlayn mikroqarzlarimiz yoki boshqa onlayn masofaviy taqdim qilinadigan kreditlarimizda ham, mobil ilovalar orqali bo'lgan masofaviy taqdim qilinadigan kreditlarimizda ham birinchi o'rganish va ruxsat berish jarayoni identifikatsiyadan o'tgandan keyin ma'lum bir vaqtgacha to'xtatib turish. Maksimal muddatini Markaziy bank 48 soatgacha deb tavsiya qilgan tijorat banklariga. Tijorat banklari onlayn kreditlarimizda ham, masofaviy kreditlarda ham 48 soatgacha to'xtatib turishlari mumkin. Ya'ni qarz oluvchi haqiqiy o'zi kreditni olyaptimi yoki uning o'rnidan kimdir foydalanyaptimi? 48 soat davomida to'xtatib turib, dastlabki tekshiruvdan o'tdi. Haqiqatan banklar onlayn o'rganganda tashqi sistemalar o'rganadi. Yuqorida hujjatlarni kamaytirish maqsadida integratsiya qilingan sistemalardan elektron ma'lumotlarni oladi, mijozga ortiqcha hujjat olmaslik uchun. Bu hujjatlar soddalashtirish uchun yordam bergan va kreditga ruxsat bo'ldi. Deylik, 50 million so'm fuqaroga kredit ajratishga ruxsat bo'ldi. Mana shu 50 million so'mlik kredit ruxsat bo'ldi. Shartnomalarni tasdiqlash jarayonlari, boshqa jarayonlarga kelgandan keyin ma'lum muddat pauza qilib to'xtatib turish kerak. U 48 soatda ertasi kuniga yana qaytib identifikatsiya qilib, yana Face IDdan o'tish kerak. Keyingi safarga Face IDdan o'tish jarayonida fuqaroning o'zi bu narsani tushunib yetgan bo'lishi mumkin. Kreditni o'zim olyapman yoki kimdir olyapti. O'shanday holatda ikkinchi marta haqiqiy pul chiqarish jarayonida yana bir marta so'rov keladi. SMS kod shaklida yoki Face IDdan o'tayotganda, OTP kod shaklida kelganda mana shu holatda fuqaro tushunib yetgan bo'lishi mumkin. Bu firibgarlikning oldini olish maqsadida qilingan. Bu ancha kamaytirdi firibgarliklarni. Ikkinchi marta identifikatsiya paytida haqiqatan o'zim kredit olyapman yoki kimdir buni nomini ish qilayotgan bo'lsa, bilib qolsa uni to'xtatishga imkoniyati mavjud.
Savol kelibdi. O'z kredit tariximni qanday tekshirishim mumkin va bu bankdan kredit olishimga ta'sir qiladimi? Skoring To'g'ri savol. so'raganlar adashmasam. Hamma tijorat banki jismoniy shaxs qarz oluvchilarimiz, yuridik shaxs qarz oluvchilarimizda ham kredit tarixini o'rganadi. Kredit byurolari bor O'zbekistonda. Kredit axborot tahliliy markazi MChJ kredit byurosi hamda yana bitta kredit byurosi ochilgan KRIF degan. Kredit byurolariga hamma tijorat banklari, nobank kredit tashkilotlari kredit ma'lumotlarini yuboradi. Har kunlik yuboriladi. Endi hozirgi savol bo'yicha jismoniy shaxslarimiz, yuridik shaxslarimiz, aksariyat jismoniy shaxslarimizda bu imkoniyat yaratilgan mygov.uz hukumat portali. mygov.uz degan hukumat portalining saytiga kirib, o'zining tegishli ma'lumotlarini kiritib, o'sha kredit tarixini o'rganing degan bo'linmasi bor. Bu o'zi uyida o'tirgan holda, o'sha onlayn internet saytlaridan foydalangan holda o'zining ma'lumotlarini, shaxsiy o'zining ma'lumotlarini o'zi foydalanib, kredit tarixini o'rganib olishlari mumkin. mygov.uz da taqdim qilinadi. Agar bu bo'yicha ma'lumot ola olmasa, tijorat bankiga kirib, tijorat banklari orqali ham kredit tarixini o'rganib olishlari mumkin. Rahmat hammaga. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun biz sizlar bilan asosiy kredit olish va uning tartibi haqida suhbatlashdik. Bu degani bemalol borib kredit oling degani emas. Kredit olayotganda hamma tomonlarni o'ylab, to'lov qobiliyatingizdan kelib chiqqan holda mana shu kreditlarni rasmiylashtirishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Bugun aytilgan fikrlar sizga ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizdan baxtiyorroq odam yo'q. Xayr, omon bo'ling.